Assalamu alaykum. Noqat Qarjımat kanalına katılışlar. Bugün günü 16 noyabr 2022 yılda 3. günde kurslar men sizlerle tanıştıracağız. Noqat Qarjımat kanalında hemen sizden kızmatınızda. Bize alırsanızlar like bas, komentar yazmanızlar, negatif yazmanızlar unutmayınlar. Bugün hazır biz birinci hazır Kapital Bank'a gel. Kapital Bank'ta qancha şol yerden malumat veriyoruz. Hurmatli tuğanlar, ruble ko'tarib turib suyunchi beringizlar. Dollar 83 so'm verildi, euro 86 so'm verildi. Rubl olsa 1 so'm 39 ekan. Hurmatli tuğanlar, ko'tarilib qolibdir. Suyunchi beringizlar. Hurmatli Noqat Qarjımat kanalini katılışlar. Kapital Bank'ta shunday. Az boshqa banklar bor, qanday ekan ko'ramiz. Hurmatli tuğanlar, Qirg'iziston Bank'a gel. Qirg'iziston Bank'ta 84 so'm dollar, 87 so'm euro, 1 so'm 39 rubl ekan. Hurmatli tuğanlar, rubl ko'tarilib qolibdir. Tuğanlar suyunchi beringizlar. Hurmatli tuğanlar, hozir biz Baychishun Bank'a keldik. Baychishun Bank'ta 80 so'm 50 tiyin dollar, 87 so'm euro. Bu yerda dagı 1 so'm 39 tiyin ekan. Hurmatli tuğanlar, rubl ko'tarilib qolibdir. Hurmatli tuğanlar, biz hozir Ekoshton Bank'a keldik. Ekoshton Bank'ta 83 so'm 50 tiyin dollar, 87 so'm euro, 1 so'm 39 tiyin rubl ekan. Hurmatli tuğanlar, bu yerda dagı rubl ko'tarilib qolibdir. Hurmatli tuğanlar, biz hozir bu Bakay Bank'a geldik. Bakay Bank'ta 84 so'm dollar, 87 so'm 50 euro, 1 so'm 38 rubl ekan. Bu yerda rubl sal pastroq ekan. Hurmatli tuğanlar, ko'pchilikni suv bo'yicha Aziya Bank'a keldik. Aziya Bank'ta 84 so'm dollar, 87 so'm 50 euro, 1 so'm 39 rubl ekan. Hurmatli tuğanlar, shu bilan bugungi Noqat Qarjımat kanali tushgacha qo'shiladi. Inshaalloh tushdan keyin qancha bo'lib qoldi ekan shol yerdan ma'lumot beramiz. Noqat Qarjımat kanalida ham sizlarning xizmatingizda. Like bosib, kommentariy yozib qo'yinglar. Negativ yozmanglar. Hurmatli tuğanlar, sizlardan so'ranish. Noqat Qarjımat kanalida ham sizlarning xizmatingizda. Shundan qo'shishamiz. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Görüşürüz.